Ovoz kelmay qoldi. Endi boryaptimi? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Ovoz juda yaxshi kelmayapti. Ovoz juda yaxshi kelmayapti menga. Men kameramni o'chirib qo'yaman ekan. Haligi kamera yonidagi balkim Ovoz svet pasayib qolayotgan bo'lishi mumkin. balki Zoomda xohsangiz, qilish kerak ekan. agar yaxshi yetib bormayotgan bo'lsa, Ovoz juda past kelyapti ovoz. ovoz yetib bormayaptimi? Ovoz internet yaxshi emasda menimcha. Telegram ana bu ovoz yoniq bo'lsa, nima bo'lsa, video yoniq bo'lsa uncha yaxshi ishlamaydimi bilmayman. Zoomda qilsak bo'lmaydimi? Sizniki bizga yaxshi yetib kelyapti. Zoomda biroz e'lonlar borishi, bizani tomoshabinlarimiz kirishligisi biroz bunaqa bo'lishi mumkin-da, shuning uchun Telegram kanal menimcha ma'qulroq. Xo'p. Lekin hozir ovozingiz yaxshi kelyapti. Bizaniki bormayaptimi sizga? Ya normal kelyapti. Faqat shu videoni o'chirdim-da, shundan keyin yaxshi kelyapti-da. Internet normal. Okay. Bo'ldi. Boshlayveramizmi bo'lmasa? Aha, men hozir gapirganlarimni hali eshitmadingiz. Endi boshdan boshlaymiz. Right. O'zimiznikilari podkasti 9-soniga taklif qilindingiz va bizani taklifimizga rozi bo'lganingiz uchun va bizga qimmatli vaqtingizni ajratib prezentatsiya shu podkastga rozi bo'lganingiz uchun sizdan minnatdormiz. Bugun sizni koreys tiliga bo'lgan muhabbatingiz, koreys tilingiz va ustozlik mahoratingizni bizga oz bo'lsa-da yetkazib berishingizni so'rab qolaman. Va prezentatsiya tayyorlab kelgansiz. O'shandan birinchi boshlab sekin davom ettirsak qanaqa bo'ladi sizga? Bo'ladi, ma'qul. Ekranni share qila olasizmi? Bo'lma, o'laymi? Hozir. Ko'rinyaptimi? Ha, ko'rinyapti. Okay. Hop, avvalambor hammaga assalomu alaykum. Ismim Tohirov Muhammad, 2002-yil Farg'ona shahridanman. Avvalambor taklif uchun juda kattakon rahmat. Undan kutmagan edim. O'zi ana shu o'zimiznikilar soniga siz taklif qilamiz, rozimisiz degan o'zi bir zapros kelganda вообще xursand bo'lib ketdim. Sababi o'zi bu Vayu Koreyada o'zimiznikilar o'sha dasturida, programmasida katta o'qituvchilarni ko'rib, doim havas qilib kelardik. Va bu safar bizga mana shu taklif kelib tushgani, aynan o'zimga kelib tushganidan juda ham xursand bo'ldim. Boshim ko'kka yetdi. Va aynan ana bu ovozlar sonida ham biz eng yuqori ovoz to'plaganimiz umuman nerealno вообще xursandman. Hop, endi bugun o'zim slayd tayyorlab kelganman. Aynan o'zi meni soham koreys tili sohasi bo'lganligi uchun koreys tili yo'nalishida o'qiyman o'zi. Shuning uchun shu tilga oid prezentatsiya qilib kelganman. Maza qilib ko'rishinglarni tilab qolaman. Va bugungi mavzuyimiz bizda koreys tilini o'rganayotganlar bilish kerak bo'lgan haqiqatlar haqida gaplashib o'tamiz. Bo'laveradimi? Okay. Xo'p, o'zim haqimda ozgina ma'lumot berib ketaveraymi? Bo'laveradimi? Birinchi bo'lib o'zingizni yaxshi tanishtirib bersangiz, hammaga yana ham Ovoz bormayapti shekilli. Kelyapti. Biroz sekin bo'lyapti menimcha. Bo'ldi. Bo'ldi, tushunarli. Hop, o'zimni koreys tili karyeram haqida aytib o'taman. Ba'zi bir hozir sertifikatlarimni qo'yib qo'yganman. O'zi bu Nur Muhammad kim ekan, qayerdan kelib qoldi o'zi bu degan savolga mana shu ikkita javobni topishimiz mumkin bo'ladi. Bu yoqda Sky imtihonidan sertifikati, milliy sertifikatim bor koreys tilidan, Topikdan va boshqa turli xil sertifikatlarimiz bor bu yoqda. Maragi, Sigi tehvelar, plus bitta Koreyaga borib kelganimizda Sigi tehveda 3-o'rinda olganligim, o'qituvchilik kursida tamomlaganimiz va institutimiz bo'yicha eng
yaxshi yil talabasi bo'lganligim haqida va xalqaro olimpiadalarda qatnashganim 3-o'rin hamda mana bu 1-o'rinlarda ko'rishinglar mumkin. Bundan tashqari boshqa sertifikatlarim ham bor. Eng saralarini sizlarga ko'rsatishga harakat qildim va bu bilan qandaydir bir maqtanish emas, qolganlarga bir motivatsiya bo'lsin. Asosiy ko'rsatishimdan maqsad bizda ya'ni shu Nurmuhammad o'zi kim, o'zi koreys tiliga aloqasi bormi degan savolga bir qisqacha javob berishimiz mumkin bo'ladi va bu yoqda rasmlar bilan ham ko'rishimiz mumkin. Bu yoqda Koreyaga birinchi borganimda har xil turli xil davlat prezentatsiyani o'tkazayotgan bo'lsangiz bizga biroz ko'rinmayapti-da. Birinchi pejda qotib turibdi. Shuning uchun o'tkaza olasizmi? Yoki boshqatdan share qilib ko'rsangiz bo'ladi ekronni. Ha. Ko'ryapti. Bizga endi yo'q, sekinroq. Men to'g'risi Telegramda nima qilmaganman-da, dars o'tib, podkast qilmaganman. Asosiy Zoom platformasida dars o'tganimiz uchun shunga zoom qilinroq. Xo'p, bu yoqda bundan oldingi sahifada sal kechikib boribdi ekan sizlarga videoda sertifikatlarim bor edi. Asosan koreys tiliga oid, faqat koreys tili bo'yicha shug'ullanaman xolos, boshqa tilni bilmayman, o'zbek tilini bilaman xolos, bu ham chala. Va bu yoqda mana koreys tiliga oid har xil tanlovlarda qatnashganlarim bor. Koreyaga o'zi bir marta borib kelganman xolos, ko'pchilik ko'p borib kelgan yoki Koreyaga hozir Koreyada deb o'ylash mumkin, hozir O'zbekistondaman. O'zi bir marta bir haftaga borib kelganman xolos. Va bu yoqda mana xalqaro insholar tanlovida qatnashganligim, Quiz on Koreada qatnashganim, tarjimonligim va olimpiadalardan lavhalarda ko'rishinglar mumkin. Bilaman, bu natijalar unaqa wow darajada emas va bundan yuqori natijalarga erishgan ustozlarimiz, o'quvchilarimiz ham bor va ularning ichida meni tanlaganinglar uchun juda ham katta xursandman. Xo'p, davom etamiz. Bo'lsam, bugungi mavzuyimizga qaytadigan bo'lsak, bizda koreys tilini o'rganayotganlar bilish kerak bo'lgan haqiqatlar, ana shu koreys tilini o'rganayotgandagi bizda yolg'onlarimiz ham bor, miflar deydi buni. O'zi mif shu bir uydirma, isbotlanmagan bir hikoya deyishimiz mumkin. Afsona desak ham bo'laveradi va ana shu koreys tilini o'rganayotganda o'zi mana O'zbekiston holatidan keladigan bo'lsak, mana shu O'zbekistonda mahallalarini nomiga e'tibor beradigan bo'lsak, aynan qaysidir nomi emas, haligi Abdulla Qodiriy mahallasi, ko'chasi emas, aynan haligi mahalliy tilda aytiladigan, ana shu odamlarning tilida aytiladigan nomlari bo'ladi. Misol uchun, bir mahallada bir aytaylik 15 ta xo'jalik yashaydigan bo'lsa, 5 ta, 6 ta, 8 tasi Rossiyaga qatnaydigan bo'lsa, ana shu mahallani rossiyachilar deydi. Yoki-da duradyorlar bo'lsa duradyorlar mahallasi bo'lib ketadi va Koreyaga qatnaydiganlarning mahallasi bo'lsa koreyachilar mahallasi bo'lib ketadi-da. Ya'ni shular bir-biriga hali zanjir kabi bir-biriga aloqa bo'lib bog'lanib bizda ana shu koreys tilini o'rgangisi kelib qoladi va qayerdadir qanaqadir reklamalarni ko'rish mumkin bo'ladi. Hozirgi paytda onlaynda ham, offlaynda ham ancha-muncha koreys tili rivojlanib kelyapti. Va ba'zi bir reklamalarga ko'zimiz tushishi mumkin bo'ladi. 6 oyda topikdan 6 oling degan narsalar bo'lib qoladi. Bu uydirma, bu haqiqat emas. Olishi mumkin deyman. Yaxshi, olishi mumkin. Faqat undan oldin topik 5 bo'lsa deb aytaman. Ana shunaqa endi 6 olsa bo'ladi qisqa vaqt ichida, faqat undan oldin yaxshi bazasi bo'lishi kerak deyman. Shunaqa, o'zim ham topik 6 darajaga yetishgunimcha juda ko'p bor topik topshirib ko'rganman, 4 marotaba topik 5 chiqqan, keyin 6 darajaga ega bo'lganman. Yaqinda yana bitta 6 daraja chiqdi, Xudoga shukr. Yana bitta bizda yolg'onlardan koreys tilini o'rganayotganlar faqat Koreyaga ketish uchun deb o'rganishadi, unaqa emas. Koreys tilini faqat Koreyaga ketish uchun emas. O'zbekiston sharoitida ham ITda, tarjimonlik, biznes, turizm, o'qituvchilik va ko'plab sohalarda o'zini nima qilib ko'rish mumkin, to'jon qilib ko'rish mumkin bo'ladi. Ya'ni koreys tilini o'rganib faqat Koreyaga ketadi, faqat o'sha yerda ishlaydi degani emas. Ya'ni mana shu O'zbekiston sharoitida ham kerak bo'lsa ishlash mumkin. Misol, ko'pchilik qizlarning holatida haligi uydagilar qo'ymasligi mumkin yoki-da ijtimoiy holati to'g'ri kelmasligi mumkin. Mana shu o'rinda ham koreys tilini o'rganib, O'zbekistonda o'zi ham ancha-muncha o'z yo'lini topib va Koreyaga payti kelganda nasib qilsa
yaxshi bir grantlar yutib ketib olishi mumkin bo'ladi. Yana bitta mana bu 3-qismini ham qo'yishganman. Ya'ni faqat serial ko'rib, koreys tilini o'rganib qo'ysa bo'ladimi degan narsa bo'ladi ko'pchilikda. Bunga albatta yo'q deyman. O'zim to'g'risi futbolga qiziqaman-da. Ana shu futbolda biz mana ko'ramiz. Biz futbolda ko'rganimiz, futbolda ko'rarkanmiz, biz futbolchi bo'lib qolmaymiz-ku. Ana shunga o'xshab turib biz ham serialda ko'rganimizdan keyin koreys tilini bittada o'rganib qo'ymaymiz. Albatta serialda foydasi bo'lishi mumkin. Ma'lum bir joylarida tadqiq qobiliyatimizga nechidir bir foiz yordam tegishi mumkindir, lekin koreys tilini zo'r o'rganib olishimizga serialda bir juda katta ta'siri bo'lmaydi. Asosan biz kitobdan boshqa materiallardan o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Xo'p, davom etsam bo'laveradimi? Ovozim boryaptimikin? Zo'r so'rayman biroz. Keling, men PPT'ni ko'rsatib bersam, o'tkazamiz desangiz, men o'tkazib berib tursam, bizga biroz ko'rinmayapti, qotib turibdi, shuning uchun ekran. Bo'laveradi. Zo'r, shunaqa qiling. Aha, bo'laveradi. Bo'lsam shunaqa qiling. Hozir biza bu yerda edik. Da. Keyingisiga o'tkazib beraman, to'g'rimi? Aha. Menimcha shundoq qilib tursak bo'ladi, chunki menda Telegramdan chiqib ketib qolar ekanman, full ekran qilsam. Aha, все, bo'laveradi, farqi yo'q. Bo'lsam telefonimdan yoqib olaymikin. Sal kichikroq bo'ladi. Telefoningizdan biroz ko'rinmasligi mumkin-da. Yoki to'xtang hozirmi? Hozir. Ana bu ekranni surib yuborasizmi? Chap tarafini shunday surib yuborsangiz kattalashishi kerak, по-моему. Bo'ldi. Ko'rinyaptimi sizga? Bo'ldi, eplaymiz xudo xolasa. Xo'p, bundan oldingi ovozim yetib bordi degan umiddaman, xudo xolasa. Xo'p, navbatdagi rahmat, kattakon, bor bo'ling. Xo'p, keyingi qismiga o'tamiz bo'lsam, bizda ana shu koreys tilini haliginda boshida aytib o'tgan narsam, ya'ni hali mahallasidagi kimdir o'rganib Koreyaga ketdi-da, keyin uni ayasi yo dadasi aytib qoladi. Bor o'g'lim, sen ham koreys tilini o'rgangin, Koreyaga borasan. Maktabda keyin qiziqib, yokida qiziqmay borib o'rganishni boshlaydi. Qayerdandir motivatsiya bo'ladi. Motivatsiya shu kimdir bo'lishi mumkin, jonli motivatsiya yokida televizorda yoki telefonda kimdir ko'rib qolishi mumkin. Eng qizig'i boshlaydi-da, bir hafta o'rganadi, harflardan chiqmas, keyin tashlab yuboradi. O'zim to'g'risi koreys tilini shu 2018-yillarda shu Farg'ona shahrida Smart Education degan o'quv markazida o'rganganman. O'qituvchimiz ham o'zimizni sinfdoshimiz Mo'minov Nozimjon bo'lgan. Ana shu paytda guruhimizda boshida 30 ta 40 talab o'quvchi bo'lardi. Men vobshe hayron qolardim. Qanday qilib bu guruhda o'qiymiz? Bizga navbat kelmaydi derdim. Keyin o'rganganimiz sayin mavzular o'tyapti, o'quvchi kamayib ketyapti. Ya'ni ularda boshida motivatsiya bo'lganda, lekin u ozgina qiyinchilik kelgandan keyin u tashlab yuboradi. Ya'ni ularda motivatsiyasi bor, lekin intizomi yo'q ularda. Motivatsiya to'g'ri, bizni boshlashimizga kerak. Lekin davom ettirishimiz uchun bizda albatta intizom bo'lish kerak bo'ladi deb o'ylayman. Keyin ana shu intizomga to'xtaladigan bo'lsak, bitta zo'r o'xshatish bor mana shu yerda. Haligi tasavvur qilaylik, biz bir ko'chani bir chekkasiga har kuni ana shu ko'chadan o'tamizda va ana shu yerga bittadan
tosh tashlab o'tib ketaman deb turib bir plan qilib qo'yganmiz. Har kuni bir donadan. Biz endi har kuni tashlab ketyapmiz-da, bir kun esimizdan chiqib qoldi yoki qaysidir sabab bilan ana shu yerga tosh tashlash esimizdan chiqib qoldi. Ertasi kuni ikkita tosh tashlab qo'yishimiz yoki bir hafta, bir oylab tosh tashlamasdan turib bir arava toshni kelib ag'darib qo'yishimiz bu ketmaydi. Bu intizomsizlik hisoblanadi. Dars qilayotganimizda ham, o'rganayotganimizda ham shunaqa deb bilaman men. Ya'ni bir hafta 10 kunlab o'rganmasdan bir kun o'tirib olib 24 soat dars qilishimiz bu miyaga juda ham katta nagruzka bo'lib qoladi. O'shuning uchun intizomli qilib, chiroyli qilib o'rganadigan bo'lsak, yaxshi natijalarga erishishimiz mumkin bo'ladi deb bilaman. Dars qilayotganimizda albatta biz belgilangan vaqtimiz va joyimiz bo'lishi kerak deb o'ylayman. Aynan ana shu vaqtda o'sha bizga signal keladi. O'qishim kerak, o'rganishim kerak degan narsa bo'ladi-da. U odat bo'lib qolgan bo'ladi. Aynan ana shu belgilangan joyimizda boshqa ish qilmasdan faqat o'qishimiz kerak, o'rganishimiz bilma. Biroz keyin qoldik. Allo, ovoz boryaptimi? Endi kelyapti. Ha. Gapirsam bo'ladimi? Ha. Shu yergacha savollar bo'lsa, bemalol berishinglar mumkin. Mana shu yergacha savolingiz bo'lsa. O'zi savolim bor, ayni sizga. Shu intizom haqida gapirdingiz. Voice kelmay qoldi. Artikulatsiya bo'lyapti, xolos. Artikulatsiyadan topa olmayman. Endi-chi? I know. O'zbekiston bilan bog'lanish biroz qiyin bo'lyapti. Ha. Ko'rdimi? Endi kelyapti ovozingiz. Intizom haqida o'zingiz ayniqsa koreys tilini o'qish boshlaganingizda eng ko'p e'tibor bergan odatingiz, ya'ni men odat qilaman deb turib o'zingizni majbur qilgan ishingiz bo'lganmi koreys tilini o'rganish davomida? Shu odatsiz men bu natijaga erisha olmasdim degan yoki odatingizmi? Xo'p, koreys tilini boshlaganimda to'g'risi, koreys tili men uchun emas, men bir shubhalarim bo'lgan, chunki ingliz tilini boshlamoqchi bo'lganman, ingliz tilini o'rganmoqchi bo'lganman. Bizni boya aytib o'tgan birinchi koreys tili o'qituvchim Nozimjon sinfdoshimiz bo'lgan o'zi. Ana shu boshlagandan keyin qiziqib, men ham o'rganib ko'rsamchi deganman-da, yo'q deb bir yilcha vaqt o'tkazib yuborganman.
keyin u o'rganib topik darajalar olib ishlashni boshlagandan keyin ana shu o'zimizni sherigimizni o'quvchisi bo'lib qo'shilganman. Ya'ni shu paytda o'rganayotganimda vazifa qilishlarda ancha qiyinchiliklar bo'lardi. Nima qilardik? Doim dars qilardim, vazifalarni qilib borardim. Menga juda ham qulay bo'lgan, o'qituvchim doim yonimda bo'lgan, eng yaqin do'stim, eng yaqin birodarim yonimda bo'lganligi uchun unchalik qiynalmaganman deb bilaman. Koreys tilini o'rganayotganimda ko'pchilikda misol uchun juda qiyinchiliklar bo'lishi mumkin. Ayniqsa ana shu paytda hozir misol uchun sun'iy intellektlar, internet rivojlanib ketgan, u paytda misol uchun 2018-19-yilda bunaqa bo'lganmi, bu darajada bo'lmagan, lekin xudoga shukr, shunchalik o'rganganmiz qo'ldan kelgancha. Shuning uchun unaqa qiyin bo'lmagan. Intizomga keladigan bo'lsak, har kuni iloji boricha so'z yodlab, grammatikalarga gapirishga harakat qilardik. Va bizda yonimizdagi sheriklarimiz ham juda bir yaxshi bo'lgan. O'zimni yaqin do'stim bilan birga o'qiganmiz koreys tilini va u kerak bo'lsa misol uchun 10 ta so'z yodlab kelsaran 11 ta yodlab, 12 ta, 13 ta shunday qilib bir-birimizga sog'lom raqobat qilib koreys tilini o'rganib borganmiz. Mana shunaqa holat bo'lgan bizda boshida. Yaxshi. Rahmat, davom ettirsangiz bo'ladi. Davom etaveramiz bo'lmasam. O'tib ketib qoldi shekilli bir bo'lsa. Mana. Vot, mana shu. Xo'p, bizda keyingi haqiqatimiz, bizda topik daraja haqiqiy muloqot bilan teng emas degan narsa. Ya'ni demoqchi bo'lganim, bu slaydimizda ya'ni topik darajasi juda ham yuqori bo'lishi mumkin. Topik 5, topik 6 bo'lishi mumkin. Boshqa har xil sertifikatlari bo'lishi mumkin. Misol uchun o'zimda ham turli xil sertifikatlarim bor, lekin haqiqiy muloqotim unchalik yaxshi, zo'r darajada emas deb bilaman. Va o'zi topik imtihoni bizda asosiy titkiyilgi sigiyimizni baholaydi, nazariy bilimlarimizni baholaydi. Bu yaxshi topikdan yuqori natija olish yaxshi, lekin haqiqiy muloqot umuman boshqa dunyo. Haqiqiy muloqotda biz asosan har birimiz o'sha o'zimizni fikrimizni erkin bayon qila olishimiz kerak bo'ladi, tezkor reaksiya bildirishimiz kerak va ana shu jasorat ko'rsatish kerak deb qo'yganman. Jasorat ko'rsatish ya'ni kimnidir bir qutqarib jasorat ko'rsatish emas. Ya'ni qayerdadir qanaqadir tema ketyapti va ana shu mavzuda o'zini fikrini dadil xato bo'lsa ham ozgina 2 dona gap bilan bo'lsa ham fikrini bildirsa, ichida qolib ketmasa deyman. Ya'ni xato qilayotgan bo'lsa ham okey, mayli, gapirsan va ana shunday qilib haligi tajribalarni to'plab olishi mumkin bo'ladi. Keyin mana bu topik imtihonida ham juda bir qiziqarli joyi bor. Chunshim senga degan joyi juda yaxshi ko'raman. Shuni tibbiy qismida bo'ladi. Men aytaman, chunshim senga topadigan odamlar hayotda juda ham bir yaxshi insonlar bo'ladi deyman. Chunki kim bilandir muloqot qilayotgan paytda ana shu chunshim senga yaxshi topadigan odamni bir yaxshi tarafi sizni fikringizni bitta ikkita gapidan o'qib qolish mumkin. Bo'ldi, sizni tushundim, sizni tushunyapman degan narsa bo'ladi-da. Ya'ni topikda bizni hayotimizdagi o'rni ham bir juda ham katta deyishimiz mumkin bo'ladi. Topik imtihoni biz shu grammatika, so'z, shu taraflardan baholaydigan bo'lsa, haqiqiy muloqot bizni fikrimizni va keyin yana jasoratimizni, xato qilishlarimizni baholashi mumkin bo'ladi deb bilaman. Ya'ni misol uchun topikdan 6 darajasi bor odam unchalik muloqotli bo'lmasligi mumkin. Yaxshi grammatikasi zo'r bo'lishi mumkin, lekin topikdan misol uchun 3 darajasi bo'lib turib, muloqoti juda ham yaxshi, tajribasi ham katta bo'lishi ham mumkin. Misol o'zim ham o'qituvchilik qilib keladigan bo'lsam, har xil ustozlarni ko'rganmiz, onlayn, offlayn ham turli xil ustozlarni ko'rganmiz. Topik darajasi hattoki yo'q, u kuyib ketgan topik darajasi, lekin juda ham katta tajribaga ega. Bitta xonada misol uchun katta bir 60 ta, 70 ta o'quvchilarda auditoriyani nima qilish mumkin? Ya'ni tartibga keltirib darsini o'tib chiqib ketish mumkin bo'ladi. Shunaqa, ya'ni topik bizni haqiqiy muloqotimiz bilan, haqiqiy hayotimiz bilan juda bir bog'liq emas, lekin topik baribir sertifikat kerak. Lekin haqiqiy muloqotni ham, tajribamizni ham orttirib borsak, bu yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Mana shunaqa. To'g'ri aytasiz. Topik 6 bo'lib turib, varagisi ham past bo'lgan odamlarni ham topikda deyarli aytganingizdek deyarli umuman yo'q, lekin koreys tilida zo'r gapiradigan, даже diplomlarni zo'r yozadigan
o'qituvchilarni, ustozlarni ko'rganmiz va aytganingizdek, Aha. koreys tilida ko'pchilik topik degan narsani standart qilib olib, koreys tili topik bilan bir xil deb o'ylaydi. Va sizga shu o'rinda savol bersam, ko'pchilikning asosiy maqsadi topik va o'quvchi general Korean, ya'ni ilman hangugodan ko'ra topikka tayyorlanishni yaxshi ko'rishadi. Topik, men o'zimga ham o'quvchilarim aytishadi, men topikka tayyorlanmoqchiman. Men koreys tili menga muhim emas. Menga koreys tili o'tib o'tiribsiz deb gapirishadi. Shunga bir yo'q, siz tushunmayapsiz. General Koreanni o'qisangiz, keyin topikka o'tsa bo'ladi deb tushuntiraman. Va sizdan savol so'rasam, ya'ni general topik general Korean, ya'ni umumiy koreys tilidan muhimroqmi yokida qanaqa deb o'ylaysiz? Xo'p, ikkalasi umuman boshqa dunyo o'zi. Misol mana hozirgi kunda Sejong koreys tili markazida Union Yovon, ya'ni menejer hamda o'qituvchi sifatida ham faoliyat yuritaman, hamda Chongguk koreys tili onlayn maktabida ham o'qituvchilik qilaman. Hozirgi kunda asosan Topik Club, ya'ni Topik guruhlarda o'qituvchilik qilaman-da. Lekin paytida shu koreys tili guruhlarda ham dars berganman. Koreys tili guruhi juda ham muhim hisoblanadi. Koreys tili guruhi xuddiki koreys tili bazasi, koreys tili grammatikalari, so'zlari bo'lmasa topikka o'tish bu umuman noto'g'ri tanlov deb bilaman. Biz unaqa o'quvchilarni hattoki qabul ham qilmaymiz. O'qituvchimiz ana shunaqa bir yaxshi tizim qilib qo'ygan, Zafarjon ustoz. Haligi bilim darajasi yetmaydigan bo'lsa topik guruhga olmaymiz. Topik guruhda mayli o'quvchi o'qisa ham mayli, bizga lekin yaxshi rezultat kerak bo'ladi. Haligi o'zi koreys tilini kecha boshlab turib, adashib topik 2 ga registratsiya qilib qo'yib, topik guruhda o'qimoqchiman deb biz o'qitadigan bo'lsak, unaqada 100 ta 200 ta o'quvchini ham o'qitishimiz mumkin. Hammasi 0 daraja oladi. Uni keragi yo'q. U hattoki brendga ham yomon ta'sir qilishi mumkin. Ya'ni, palonchida o'qidim, hech narsa ola olmadim deydi. O'zi o'quvchi zotida shunaqa narsa bo'ladi. O'quvchi zotida, misol uchun, shunday bo'ladi. Nimagadir erisha olmasa, qaysidir o'qituvchida o'qib turib, olib bera olmadi deb aytadi. Lekin nechidir daraja oladigan bo'lsa, oldim deb aytadi-da. Ana shunaqa jihati bor. Ana shuni nima deydi, o'quvchi to'g'ri qabul qilish kerak. Haligi zo'r gap bor, ish quroling soz bo'lsa, mashaqqati ham oz bo'ladi degan gap bor. Haligi adashmasam, Amerikani prezidenti Linkolnga aytishganida, Linkoln aytgandi, ya'ni bitta daraxtni menga keskani bir 8 soat bersalaring bitta bolta bilan degan, 6 soatini boltani o'tkazlagani sarflayman, 2 soat bilan keyin bolta bilan daraxt chopib tashlayman degan. Biz ham ba'zanimiz cho'tki bo'lib turib, topik guruhga o'tadigan bo'lsak, maza qilib o'rganishimiz mumkin bo'ladi. Juda silliq ketadi. Agar o'zi grammatikani bilmasdan topik guruhga o'tib oladigan bo'lsa, bu juda ham qiyin, og'ir bosim bo'ladi. Shuning uchun albatta koreys tili guruhda o'qib, ba'zani olib, keyin topik guruhga o'tsa, ancha oson bo'ladi deb bilaman. Shunaqa. Qo'shilaman. Keyingisiga o'tsam bo'ladi, to'g'rimi? Albatta. Repetina. Tezlashib ketdi. Okay. Xo'p, endi topik haqida gapiryapmiz, koreys tili haqida gapiryapmiz. Asosan o'zi mana til o'rganarkanmiz, asosiy 4 ta ko'nikmamiz bo'ladi til o'rganishda. Shu ilki, titki, maragi, sigi ko'nikmalari bo'ladi. Buni shunday o'xshatishimiz mumkin, 4 ta ko'nikmani bizda stulda 4 ta oyog'iga o'xshatishimiz mumkin. Stulda 4 ta oyog'iga o'xshatsak bo'ladi. O'sha yerda hozir kimdir savol berishi mumkin. 3 tali nimasi ham bor, stol ham bor deyish mumkin. 4 tali oyoqli stolga o'xshatib turaylik. Kelinglar yorubim. Va shunda, ya'ni har bitta oyog'i bitta bir vazifani bajaradi. Agar bittasi bo'lmaydigan bo'lsa ham, haligi stol muvozanatni yo'qotib, yiqilishi mumkin bo'ladi. Shuning uchun biz barcha ko'nikmani bir-barakaga o'rganib ketishimiz kerak bo'ladi. Ba'zi bir o'quvchilarda, ya'ni aynan qaysidir skillga, misol uchun titkiga asosiy e'tiborini, urg'usini qaratganda, daish faqat titki bilan shug'ullanadi xolos. Ana bechora sigi, ilgilar qolib ketadi bir chekkada. Shuning uchun topik natijasini ko'radigan bo'lsa ham, eng qizig'i o'zimda ham shunaqa. Titki natijasi juda ham yuqori, 98, 100 bo'lib ketgan bo'lishi ham mumkin bo'ladi. Ilgini qarasak, vobshida 60.
bu umuman haligi nima deydi, tafovut juda ham katta bo'lib ketib qoladi. Sababi bu yerda ana shu o'quvchi faqatgina bitta skill ustida ishlab qolgan bo'ladi. Ana bu ilkini qilmagan. Chunki u yomon ko'radi. Eng qizig'i, yomon ko'rgani uchun ana shundan orqaga chopaveradi, orqaga tortaveradi. Shuning uchun biz eng yomon ko'rgan ishimiz bilan shug'ullanishimiz kerak va bu yoqda sigilarni ham qo'shib tashlaganmiz, chunki bizda koreys tilini o'rganar ekanmiz, maragi ham kerak bo'ladi, sigi ham kerak bo'ladi. Bu faqatgina topik uchun emas, koreys tili bazamizni rivojlantirishimiz uchun. Agar topik uchun deydigan bo'lsak ham, to'g'ri, topik imtihonida maragi qismi yo'q, lekin Koreyada bor, maragini alohida topshirishimiz mumkin. O'zbekistonda ham yaxshi yangilik, xudo xolasa 2027-yildan maragi imtihonini alohida topshirishimiz mumkin bo'lyapti. Mana shunday imkoniyat bo'lyapti. Topshirib ko'rishinglar mumkin bo'ladi. Mana shunday 4 ta ko'rikmani barchasini bir barakaga olib ketishimiz kerak bo'ladi. Bu asosan muvozanat buziladi va o'rganmay qolishimiz mumkin, qiziqish bo'lib ketib qolishi mumkin. Shunaqa narsalar. Rahmat ustoz. Mana shu joyda savolim bor edi sizga. Eshitaman. Har bir o'zi qismi bo'ladi-ku, ikki maragisiga. Sizda eng qiyini qaysi bo'lgan? Va ko'tarishga qiyin bo'lgan yoki o'rganishingiz. Savolingiz o'tgan zamonda keldi, javobni hozirgi zamonda beraman. Hozirgacha ilki, tetkini juda yaxshi ko'raman. Ilkini bilmadim, qandaydir harakat qilaman doim, lekin bilmadim, ilkida biroz pastroq chiqib qoladi doim. Bu bitta menda emas, menimcha ko'pchilikda bo'lsa kerak. Titki yuqoriroq, sigi o'rtacha, normada va mana bu bechora ilki doim qolib ketib qoladi. Chunki haligi vaqt, time managementga uncha e'tibor qilmaymizmi deyman. Ana shu. Ya'ni vaqt yetmay qoladi deb o'ylab qolaman. Shuning uchun. O'tgan safar lekin yaxshi natija bo'lishi mumkin edi-yu, endi nasib ekan o'tgan safar hali har xil sabablarga ko'ra sal pastroq bo'lib qoldi. Muhit ya'ni o'zida hisoblanadi. Tomoshabinlar ko'p savol kerak. Ha, gapirmoqchiman. O'zgartirish qo'shimcha mana shu ilk ham pastchi bo'ladi. Gapirgim keladi, gapirolmayman degan holatda so'z kelmaydi-da, so'z yodlamagani uchun ana shu maragisi bo'lmasligi mumkin yoki sigida aynan qaysi so'zlardan foydalanmasligi mumkin. Har kuni iloji boricha so'z yodlashimizga 20 minutdan sarflaydigan bo'lsak, bizda bir yilda 121 soat sarflashimiz mumkin bo'lar ekan. Ya'ni 20 daqiqalar to'planib 120 soat bo'lar ekanda va kuniga biz 5 donadan so'z yodlaydigan bo'lsak, 1800 tadan oshiq so'z yodlashimiz mumkin bo'lar ekan. To'g'ri, bu kam bir yil uchun. Lekin ana bu yodlab qo'yib, bir shkaf tepasiga qo'yib qo'ygan. Men miyani to'g'risi ana bu shkafga o'xshataman. Miyamizda shkafda bir burchaklarida qaysidir kitoblarimiz, qanaqadir informatsiyalarimiz bor va ana bu yodlab qo'yib umuman ishlatmaydigan chang bosib ketgan so'zlarimiz ham bor. Ularni passiv lug'at deb aytaman. Umuman yodlaganmiz, lekin foydalanmaymiz. U qachondir esimizdan chiqib ketib qoladi. Shunaqa. Uni o'rniga yodlaylik. Eng aktiv so'zlardan yodlab qo'yaylikda 5 donadan. Har kuni 5 tadan yodlasak 1800 ta bizda aktiv lug'atimiz bo'lishi mumkin bo'ladi. So'z yodlayotganimda men iloji boricha, misol uchun sag va olma olib yodladim. To'g'ri. Menimcha bunaqa darur. Signallar turibdi. Uchun qaysi kerak.
o'zi ishlatishim kerak. Ana o'tgan tushishi mumkin bo'lgan 10 ta CDdagi 54 CDdagi mavzularni tanlab qo'yganimda, uni ichida AI degan mavzu bor. Yana shu tushgan edi. Agar AI mavzu tushsa, mana shu ijod haqida degan so'zdan foydalanaman. AI yaxshi, lekin biz bog'lanib qolmasligimiz kerak degan bir gapni aytaman degan edim, shundan foydalandim. Hozir mana u so'zdan foydalanganimga 1 yildan oshdi, lekin hozirgacha esimda, chunki bu menda aktiv lug'at bo'lib qolib ketgan. Biz ham iloji boricha shu so'z yodlayotganimizda prosta tarjimasi bilan emas, bu faqatgina so'z emas, grammatikani ham faqatgina tarjimasi bilan emas, yonidagi bir mazmuni, mohiyati bilan yodlashimiz kerak. Misol uchun aytaylik, Sovetida degan so'z bor. Sovetida bu chetda qolish, chetda qolib ketish degani. Bu qanday? Chetga borib turib qolib ketishmi? Yo'q, u jamiyatdan chetda qolib ketish degan mavzuda, qanaqadir texnologiyadan chetda qolib ketish degan mavzuda kelishligini biz bilishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa, ya'ni biz so'z yozayotganmiz, iloji boricha aktiv lug'atimizni oshirib borsak, yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa. Hop. Keyingisiga o'tishimizdan ozgina oldin bitta chiqib kira olasizmi-ki, internetingiz biroz to'g'rila olasizmi? Bizga juda qotib kelyapti. Tushunishda noqulaylik tug'dirmayapti, lekin eshitishga biroz noqulay bo'lyapti-da shunga. Ayo. Endi ancha yaxshiroq shekil. Aha, bo'ldi. Xo'p, bosam keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, bizda eng katta dushmanimiz haqida gaplashadigan bo'lsak, eng katta dushmanimiz bizda ko'pchilik aytadi, haligi qanaqadir nimagadir erisha olmaydigan bo'lib qolsak, yonimizdagilar, tanishlarimiz aytadi, "Mana shu telefoning sababchi, shunga erisha olmading" deb aytadi. Telefon bizning nazorat bu do'stimiz bo'lishi mumkin, faqatgina biz bundan unumli foydalanadigan bo'lsak. Va undan tashqari bizda o'zimizni boshqara olmasligimiz va atrof muhitni ta'siri bo'lishi mumkin bo'ladi. Shunaqa. Telefon dars qilayotganimizda iloji boricha bildirishnomalarni o'chirib qo'yishimiz kerak va dars qilishimizda haligi bitta o'tirganda 5 soat, 6 soatlab dars qiladiganlar bo'ladi-da. Ovozim boryaptimi? Aha, bo'ldi, rahmat. Xo'p, haligi men to'g'risi hozir 4-kurs bo'ldim va 3 yildan beri institutimizning yotoqxonasida turaman, to'g'risi. Juda ham qiziq voqealar ko'p bo'ladi va dars qiladigan xonamiz bor biz alohida va ana shu yerga boraman. Dars qilgani boraman. Ertalab yoki kech payt boraman-da. Ba'zi bir bolalar haligi sekundamerni qo'yib dars qilayotgan bo'ladi. Voy, hayron qolaman. Soatini ko'raman-da, bunday qarasam 6 soatdan beri o'tirgan bo'ladi. Voy, deyman, hayron qolaman. Qanday qilib 6 soat dars qilishi mumkin deyman-da, keyin dars qilib o'tirsam, ko'zim tushib qoladi, o'yin o'ynab o'tirgan bo'ladi-da. Ya'ni u o'zini boshqarmayapti. U prosta vaqt qo'yib o'yin o'ynab o'tiradi-da. Keyin bir soat o'yin o'ynaydi, 10 minut dars qiladi. Bu dars qilish emas-da bu. Iloji boricha bitta misol, bitta texnika keltirilgan hozir PPTda pomidor deyman men, короче, pomidor uslubi, bitta pomidor 25 minut va 5 minut dam olish. Ko'pchilik bilsa kerak, bilmasanglar YouTubedan yozishinglar mumkin, chiqadi bu texnika. Ya'ni 25 daqiqa faqatgina fokusimiz shu dars qilishimizga, faqat dars qilish emas, boshqa narsa bo'lishi ham mumkin. Aytaylik, badiiy kitob o'qishimiz mumkin. Shunga asosiy fokusimizni qaratib turib, keyin 5 minut dam olib, keyin yana bitta. Keyin 25 minut dars qilamiz. Keyin yana 5 minut dam olib, shunaqa qilsak, bizda juda bir yaxshi natijaga erishishimiz mumkin deb bilaman. Va oxirgisi maqsadli do'stlar deb qo'yganman. Bu maqsadli do'stlar nima? Atrofimizda bizda yaxshi insonlarni yig'ishimiz kerak, iloji boricha. Haligi yonimizda nima bor o'zi? Ko'mir formulasi bor. Bitta yonayotgan ko'mirda biz 4 ta yonmayotgan ko'mirni yoniga shunday tashlab qo'ysak, haligi ko'mir ham o'chib qoladi-da. Naborot, bitta o'chib turgan ko'mirni 4 tasini ichiga shunday tashlab qo'yadigan bo'lsak, yonib mash'ala bo'lib ketishi mumkin. Shuning uchun albatta maqsadli do'stlar bilan yig'ilsak, ular bilan yonib, shunaqa yaxshi natijalarni qilishimiz mumkin bo'ladi deb bilaman. Shunaqa. To'g'ri aytasiz. Atrofdagi odamlar bizga juda ham o'zi o'ylaganimizdan ko'proq ta'sir o'tkazishadi. Menda ham ko'p holatlarda bo'lgan.
To'g'ri. Haligi oshxo'rni do'sti oshxo'r bo'ladi deydi. O'zbek maqoli. To'g'ri. Okay. Xo'p, keyingi qismimizda o'sish formulasi, ya'ni har kuni 1% dan o'sib borishimiz kerak. Buni soddaroq qilib aytadigan bo'lsam, bu qanaqa formula, nima ekan bu, o'zi koreys tilimi, matematikani qanaqa bu haligi koordinata o'qi, musbat, manfiylar. Просто так yurib shunday qarashimiz kerak. Ya'ni shu kuniga biz 1% dan o'sib borsak, ya'ni kechagimizdan bugungimiz 1% gina yaxshi bo'lsin. Bugungimizdan ertangimiz 1% yaxshi bo'lib boradigan bo'lsa, biz 1 yilda anchagina o'zimizda katta o'sishni his qilishimiz mumkin bo'ladi. Katta natijalar kichkina odatlardan deydi o'zi. Ana shu narsani aytib o'tmoqchi edim mana bu qismida. Shunaqa. Qisqacharoq. To'g'ri. Aynan. Keyingi qismiga o'tishimiz mumkin agar iloji bo'lsa. O'tdim. Topik strategiyasiga o'tdim. Biroz qotib boryapti menimcha. Topik strategiyasiga o'tgandim. Ovoz bormayaptimi ekan? Sizniki kelyapti bizga. Kech borayotganga o'xshayapti. Xo'p, bo'lsam keyingi qismiga o'tarkanmiz. Har kuni oz-ozdan, lekin barqaror bir dars qilib boradigan bo'lsak, boya aytganimdek, ya'ni har bitta skill ustida ishlashimiz kerak. Ilki bo'ladimi, titki bo'ladimi, sigimi yoki marakimi, har bittasini ustida albatta ishlashimiz kerak har kuni va xatolarimizni tahlil qilib borishimiz kerak. Eng qizig'i, bizda har bittasini ustida biz o'rganar ekanmiz, bir ilmiy ish qilar ekanmiz. Bir-biriga chambarchas, zanjir reaksiyasi kabi bog'liq deb bilaman. Ya'ni ilkida o'rgangan narsalarimiz bizda sigida ham juda katta qo'l kelib qoladi. Misol uchun sigida qaysidir mavzu, misol sigida o'qiyotgandikda misol global isish haqida gap ketdi. Ana shu narsani biz ma'lumotga ega bo'ladigan bo'lsak, ya'ni peygan chishigimiz bo'ladigan bo'lsa, ana shuni o'qib o'rganganimizdan keyin u narsa ilkida ham chiqishi mumkin bo'ladi. Hattoki titkida ham chiqishi mumkin. Va ana shu global isish haqida qaysidir bir davrada maraka qilib gapirishimiz ham mumkin bo'ladi. Ya'ni hammasi bir-biriga bog'liq qilib yotlashimiz kerak. Ya'ni qaysidir test yecharkanmiz prosta bitta to'g'ri variant topish uchun emas. Har bitta testdan nimadir ilm olib ketishga harakat qilishimiz kerak. Misol ilkida juda bir qiziqarli tarafi, ilkida ana shu o'sha 20-laridan bu yoqda 21-22lardan boshlab turib, haligi qiziqarli ma'lumotlar ketadi, qanaqadir tadqiqotlar ketadi, hayvonot olamiga doir ma'lumotlar ketadi, havo bo'ladimi yoki ishlab chiqarish bo'ladimi, haligi bank sohasi, oshxona sohasi, xullas barcha mavzuga aloqador narsalar ketadi va u narsalarni biz o'rganadigan bo'lsak, bizda CV yozishimizga ancha-muncha o'zi ideya berib qo'yadi. Men o'zi hazillashib aytaman, topikda o'g'ri bo'lish kerak deyman. Ya'ni ilkidagi narsalarni o'g'irlab CVga yozib qo'yish kerak deb aytaman. Haqiqatan shunaqa, chunki ilkidagi mavzular CVda ham chiqishi mumkin. Va shunda tayyor bizda informatsiya bo'lib qoladi. Qaysi bir mavzu haqida bizni informatsiyamiz bo'lmaydigan bo'lsa, mana ilki bizga tayyor shablon, shu yerdan shunday olib, o'zimizga qilib turib qo'yib bo'laveradi. Plagiatga bersa albatta chiqmaydi, chunki o'zimiz yozganmiz. Shunaqa. Demak, biz test yechmasdan ichidagi mavzularga, so'zlarga e'tibor berishimiz kerak ekan. Keyingiga o'tsak, menda ham biroz sekin boryapti, to'g'rimi, internetda ovoz? Xo'p. Aha. Xo'p, keyingi qismga o'tadigan bo'lsak, o'zimni tajriba yo'limga qaratadigan bo'lsak, bizda o'zi shu boshlang'ich qadamlarimni boya aytib o'tganimdek, shu 2018-19 yillarda boshlaganman. Unaqa ko'p ham bo'lgani yo'q. Mendan ham katta tajribali ustozlarimiz bor. No, shu paytlarda boshlaganimizda, keyin o'zim Koreyaga harakat qilganman. Koreyaga harakat qilib ketolmay qolganman. Karantin bo'lib qolgan, har xil sabablar bo'lib qolgan. Shuning uchun vizamiz ham отказ bo'lib ketib qolgan, afsuski. Bundan keyin
Bundan keyin o'qishga topshirdim Samarqand chet tillari institutiga va u yoqda o'qishga kirdim, lekin borgim kelmadi qandaydir. Va nasib keyingi topshirganimda Andijonga o'qishga kirdim va Andijonda bir juda ham yaxshi imkoniyatlar ochildi deb bilaman. O'zi bir koreys tilida ham gap bor. 성공, ya'ni muvaffaqiyat haqida. 성공은 준비한 자의 오기 마련이다 deydi. Ya'ni shu muvaffaqiyat tayyor bo'lgan odamga keladi deydi. Aynan mana shu paytda, aynan mana shu 2023-yillarda biz tayyor bo'lganmiz shekilli deb bilaman. Ana shu paytdan boshlab sekin bir muvaffaqiyatlar sekin astalik bilan kelishni boshladi va uni ham ushlab qolish bor ekan. Xudoga shukr, asta sekin ushlab bormoqda biz. Sejong koreys tili markazi bor ekan Andijonda. Ana shu yerda o'z faoliyatimizni boshladik. O'qidim, o'rgandim. Hozirgi paytda men ishlayapman ham. O'zi topik darajam 5 o'qishga kirishimdan oldin keyin yana ham o'qib o'rganib uni 6 qildik. Keyin o'rtada mana shu Koreyaga borib kelishimga ham bir hafta bo'lsa ham borib kelishimga ana shu Sejong va o'zimizdan shu institutimizda katta bir sababchi bo'ldi deb bilishimiz mumkin bo'ladi. Ana shunaqa. Va bu meni qisqagina, kichkinagina bir tajribam. Sizlarda balkim bulardan kattadir. No, mana shu mani tajribam shunaqa. Sizlarda balkim kichikroqdirman, balkim kattaroqdirman, lekin mana shu qisqa tajribalarni to'plab borib turib, shu natijalarga erishdik, Xudoga shukr, va bu bilan to'xtab qolganimiz yo'q. Hozir ham davom etyapmiz va yana katta planlarimiz bor, Xudo xolasa. Shunaqa. Ekran uzilib qoldi, uzilib. Mayli, ekran bo'lsa ham mayli endi. Tugab ham qoldi o'zi. Tugab qoldi. Keling, o'zimizdagi savollarga o'tsak. Bo'laveradi. Shunaqa qilaylik bo'lmasam. Bir piyola choy ustida. Ha, shunaqa. To'g'risi, juda ham eshitib tajribamcha bilimga boy, tajribaga boy ustoz ekansiz. Men to'g'risi bir ikki marta ko'rganman sizning yutuqlaringizni, chunki baribir internetda, SNSda juda ham faolsiz. Lekin aniq yaqindan tanimagan edim. Juda ham yaxshi o'zimga ustoz kashf qildim desa ham bo'ladi bugun. Xo'p, keling, o'zingizni koreys tili baribir sizni tajriba, o'zingizni ustozlik bilan o'quvchilik davri baribir boshqa hisoblanadi. O'sha sekin o'quvchilik paytingizdan sekin boshlasak. Xo'p. Buni aytdik. Xo'p. Har bitta bosqichda bo'ladi-ku, mana cho'gib, chungib, ko'gib, hozirgi yuqibgacha bo'lganda har biriga taxminan qancha muddatdan vaqt ketkazgansiz va o'quvchilarni ko'rganingizda deyarli menimcha agar astoydil o'qisang, menimcha yetasan degan muddatingiz bormi? Aytadigan. Sizdan so'ralganda. Xo'p, tushunarli, siz tushundim. Hop, o'zim to'g'risi koreys tilini boya aytgandek, o'zimizda Farg'onada o'quv markazida o'qiganimda 9 oy o'qiganman. Hozirgi kungacha kerak bo'lsa bu to'lov qilingan kvitansiyalarni to'plab qo'yganman. Mana shu oylarda to'lov qilganman deb turib, 9 oy o'qiganman. Keyin uje daraja olganimizdan keyin dars berishga o'tib ketib qolganman. U 9 oy davomida cho'gibda o'qiganmiz. Taxminan 3 oy, 4 oycha o'qiganmiz. Keyin qolganiga chungibda o'qiganmiz. Chungibda shu 3Bni oxirigacha tugatganmiz. Keyin qolganiga 4Blarda o'zim o'rganganman. Shunaqa. Asosiy tajribani keyin ana shu dars berishdan boshlaganman. Ko'proq shu o'zi yaxshi gap bor. Eng yaxshi o'rganish bu o'rgatish deydi. O'sha o'rgatish jarayonida ko'proq o'rganib borganman. Shunaqaligi dars bergani ketayotib o'zim bilaman u narsani, misol uchun qaysidir grammatika, misol ayo grammatikasini bilaman, lekin uni kimgadir yetkazib berish qiyin. Shuning uchun ularga yetkazib berishdan oldin o'zim o'rgangandan ham ko'proq o'rganib qo'yishim kerak bo'ladi-da, shunaqa. Shuning uchun aynan ko'proq tajribalarda asosan ana shu o'rgatishda boshlaganman deb bilaman. O'zi boya ana bu topik ovozingiz o'chib qoldi, bizga kelmayapti agar gapirayotgan bo'lsangiz. Sistemadan. Xo'p, bo'ldi mana. Eshitilyapti shekilli. Xo'p, uzr. O'zi mana shu topikdan, misol uchun yuqori natijaga erishishni xohlaydi-yu, lekin sabrsiz bo'lib qoladi. Nafaqat topik, til o'rganish o'zi
nima emas. Haligi bir bilimli inson olib ketadi, zo'r o'rganadi degan narsa emas. Til o'rganishda sabrli bo'lish kerak. Nafaqat bilim, sabr ham talab qiladi. Shuning uchun albatta katta sabr bilan o'rganish kerak bo'ladi. Misol uchun, topikdan 2-3 daraja olish uchun u qadar ko'p vaqt ketmaydi. Haqiqatdan ham misol uchun bu reklamalardagi gaplar to'g'ri. Misol uchun topikda misol uchun aytaylik 6 oy, 8 oy ichida 2-3 daraja olish mumkindir. Lekin 5-6 daraja olishlar uchun bo'lsa, anchagina mehnat talab qiladi. Menimcha o'zi 5-6 olib ko'rganlar ham o'zi bilsa kerak. Men buni o'xshataman. Sportga taqaymiz yana. Uzr so'rayman, mabodo sportni kimdir yomon ko'rsa, lekin sport sog'liqqa garovi. Xullas, topik 1 darajadan 3 darajagacha bo'lgan holat bu haligi qisqa masofaga sprint yugurishga o'xshataman men. Tezda yugurasiz, bo'ldi, natijaga erishasiz. Lekin yuqori 4-5-6 darajalarga erishishimiz bu bizda kattaroq marafon. U marafonda biz ko'p yugurishimiz kerak. O'rtada misol uchun to'xtashlar ham bo'lishi mumkin, ozgina nafasimizni rostlab olarmiz. Xullas, marafonga ko'proq kuch talab qiladi, ko'proq energiya talab qiladi. Shuning uchun albatta, ya'ni yuqori natijaga erishmoqchimizmi? Xuddiki biz katta bir marafonga chiqdik va ana shu marragacha borishimiz kerak va bunga albatta katta sabr talab qiladi deb o'zimiz ana shuni inchik qilgan holda borib bosishimiz kerak bo'ladi. Qisqa masofaga yugurish tezda tugab bo'ladi. Haqiqatdan ham misol uchun topik 2 olmoqchi bo'lsa, tezda natijasini olish mumkin. 4-5 oy misol kerak bo'lsa 3 oyda ham olishyapti. 0 dan 3 oyda olishyapti. Bu qisqa masofaga. Lekin uni yuqori natijaga chiqarish uchun u marafonga chiqish kerak. Marafonda yugurish kerak deb bilaman. Shunaqa. Hozir bizga tinglovchilarimizdan yana bitta savol keldi. Kogubgacha qanday darslik qo'llanmani tavsiya qilasiz? Bilasiz, juda ham darsliklar juda ham ko'p. Masalan, Seoulda Hangugo, Sogangda Hangugo, Yonseda va boshqa universitetlarning Hangugosi va undan tashqari Sejongakdan Chemin'ning Hangugo. O'qituvchilarning har bitta o'zini uslubi bo'ladi va o'zini darsliklari bo'ladi. Siz ayni qaysini tavsiya qilasiz? Har bir bosqichga. Hop, o'zim to'g'risi Seoulda Hangugodan o'rganganman, eski versiyasidan 1A dan tortib ana shu 5A gacha o'qiganman. 5B, 6B larda to'g'risi o'qimaganman. Tavsiya qiladiganim o'zim o'qigan o'sha Seoulda Hangugo kitobni ham tavsiya qilaman. Juda ham chiroyli tuzib chiqilgan va hozirgi paytda Seoulda Hangugoni plus yangi versiyasi ham chiqqan. Ana shuni ham tavsiya qilaman. Va shu o'rinda aytib o'tardim, ya'ni faqatgina Seoulda Hangugoni student book'i emas, workbook'ini ham tavsiya qolaman, chunki faqatgina student book bilan biz grammatikalarni yuzaki o'rganib qo'yishimiz mumkin xolos. Lekin yuqori yaxshi natijaga erishishimiz uchun workbook bilan ham do'stlashishimiz kerak bo'ladi. Shunaqa. Rahmat kattakon. Keyingi savolim. O'xshash grammatika, sinonim so'zlar koreys tilida juda ham ko'p va o'quvchilar ayni to'g'ri joyda to'g'ri ishlatishga qiynalishadi. Bu narsani yechimida qanaqa tavsiya berishingiz mumkin? O'zingizning tajribangizdan kelib chiqib qoldi. Xato qilib ko'rish kerak. Xato qilib ko'rish kerak. O'tgan safar shu koreyskiy передачалар ham ko'raman. Ana bu Sebashi bor, Sesangil taqqinin chigan. Shu bor. Shunda o'tgan safar haligi bitta sonida sal tilida nuqsoni bor bitta qiz chiqdi. Juda ham chiroyli gaplarni gapirdi, lekin shunda aytdi, 3 ta men hayotiy nima bilan, qoida bilan yashayman dedi. 3-chisini aytadigan bo'lsam, kesoq nomojo poza deb aytdi. Ya'ni davomiy yiqilib ko'raylik. Davomiy yiqilib ko'rishimiz kerak. Ya'ni davomiy yiqilish bitta xato qilib ko'rish. Xato qilib ko'rsak biz bilamiz. Haqiqatdan ham, bu xato ekan, bu to'g'ri ekan degan narsani bilishimiz mumkin. Lekin xatodan xulosa chiqarmaslik bu ahmoqlik bo'ladi. Shuning uchun albatta xatodan xulosa chiqarib, shunda biz bir yaxshi bilimga ega bo'lishimiz mumkin. Lekin undan ham yaxshirog'i bor, boshqalarning xatosidan xulosa chiqarish ham bor. O'zi xatodan xulosa chiqargan odam aqlli inson, lekin bitta boshqalarning xatosidan xulosa chiqargan inson dono inson deb aytadi. Shuning uchun albatta boshqalarni ham bir tekshirib, netib ko'rsak, yaxshi xulosalar chiqarishimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa. Rahmat. Xo'p, keyingi savolga o'tadigan bo'lsak, tilni o'rganishda tushunish va avtomatik qo'llash, ya'ni o'z aytganingizdek muloqotda ham sirasi o'ziga kelish darajasi bor. Shu bosqichni qanaqa yenggansiz siz? O'zingizni o'quvchilik davringizdan kelib chiqqan holatda.
Ovozingiz ozgina uzilib kelib qoldi mana shu joyiga. Qaytaraman. Shuni Aha. koreys tilida shunday man tushunmayman, gapirolmayapman deydigan bo'ladi-ku o'quvchilarda. O'shanda va avtomatik qo'llash, avtomatik sразу kelishda farq bor-ku. Siz shu farqni yengishda nimalarni qo'llagansiz? Qanaqa yengib o'tgansiz? Xo'p, bu paytda endi boshqa til, boshqa dunyoni o'rganyapmiz-da, shuning uchun iloji boricha dunyoqarashni ham biroz o'zgartirishimiz kerak deb bilaman. Ya'ni aynan koreys tilida fikrlashni boshlash kerak. Men ham juda zo'r fikrlab olmayman-ku, lekin shu misol uchun koreys tilini o'rganar ekanmiz, iloji boricha koreyscha fikrlab, ko'proq koreyskiy, misol uchun atrof muhitimizni ham koreys tili bilan bog'lab yuborishimiz kerak. Men to'g'risi YouTube'ga hozir O'zbekistondaman. YouTube'ga kirsak, lekin telefonim haligi как Koreyani nimasida algoritmida ishlaydi. Faqat koreyskiy narsalar chiqadi. Qo'shiq ham koreyskiy, boshqa narsa ham koreyskiy bo'lib chiqadi. Eshitadigan narsalarim ham hammasi koreyskiy. Shunaqa. Ya'ni tushunsam, tushunmasam eshitaverardim. Tushunsam, tushunmasam eshitib, lekin asta-sekinlik bilan tushunib bordim. Boshida misol uchun shu tadqiq qobiliyatini ham yaxshilashga yaxshi bir usul, podkast eshitish. Talk to Me Korean degan podkastlar bo'lardi. Shuni eshitardim. Prosta avtobusda ketyapman, eshitib ketardim. Ma'lum bir qismini tushunib, misol uchun ikkita gap, to'rtta gap aytgan bo'lsa, bittasini tushunib qolsam ham, vau, xursand bo'lib ketardim. Shunaqa holat bo'lardi. Keyin to'rtta gapni bittasini tushunardim kecha. Keyin uni to'rtta gapni ikkitasini, uchtasini, keyin to'ralasini tushunishni boshlab, sekin-sekin misqollab yaxshilab borilgan shunaqa holat bo'lgan. Shu ya'ni maydalab sekin shu koreyskiy o'ylayverish kerak. Hali o'zbekcha o'ylasak bo'lmaydi-da. Misol uchun bitta chinguri mannada degan so'z bor-da. O'tgan safar shunaqa holat bo'ldi. Chinguri mannada degani bizda do'sti bilan ko'rishmoq degan tarjimani beradi bizda. Lekin biz ilril grammatikasini o'zbek tilidagi tushunib kelishiga ni deb o'rganganmiz. Chinguri mannadani so'zma-so'z tarjima qiladigan bo'lsak, do'stimni ko'rishmoq bo'lib qoladi. Shunda o'quvchida savol keladi. So'zlayning, ilril bizda ni grammatikasiga deb savol keladi. Yo'q, bitta ilril bilan bo'lib kelyapti, do'st bilan ko'rishmoq bo'ladi. Ana mannada bilan kelsa bizda bilan bo'lib keladi. Aytaylik, bu rildan keyin to'g'richuda keladigan bo'lsa, hattoki ga degan tarjimani ham berishi mumkin degan narsalarni sekin astalik bilan o'rganib borish kerak. Chinguril mannada, chinguril to'g'richuda shunaqa bo'lishi mumkin. Shunaqa. Demak, koreyscha o'ylash kerak vaqtcha. To'g'ri. Hop, keyingi savolimiz topik bo'yicha ko'p o'quvchilar STG bo'limida juda ham qiynaladi. Ayniqsa elitorda ko'p o'quvchilarda erkin yozishmaslik, imini qolipga tushirib yozishlar juda ham keng tarqalgan. Shu narsani qanaqa to'g'rilash mumkin? Ya'ni o'ziga kelgan fikrini shunda to'g'ri yozishni qanaqa o'stirish mumkin? Ko'proq yozib ko'rish kerak-da endi. Ko'proq yozib ko'rsa, yozganini iloji boricha tahlil qilish kerak. Kimgadir ko'rsatib, qaysidir sonsenimga ko'rsatib turib, sonsenim mana sizga yozgan edim, bitta tekshirib bering deb turib, ular uni ham fikrini olib va o'zi ham bir qator o'qib chiqib turib, men yerda xato qilgan ekanman degan narsa bo'lishi mumkin-da. O'zidan misol uchun aytaylik, qaysidir mavzu keldi. Hozir nima deyishimiz mumkin? Kechagi kuni o'qigan mavzuyimiz bor edi, o'quvchilarimiz bilan birgalikda oshxona, banklarda digital raqamli texnologiyadan chetda qolayotgan odamlar haqida gap ketgan edi. Va ana shuni biz dabdurustdan yozib ketishimiz qiyin. Chunki biz u haqida ma'lumotga ega bo'lmasligimiz mumkin. Ega bo'lsak ham juda ham sayoz bo'lishi mumkin. Bu ya'ni sizga yozishimizdan oldin biz ma'lumot to'plab olishimiz kerak. YouTube'dan bo'ladimi yokida boshqa Google'dan bo'ladimi, Naver'dan bo'ladimi? Ma'lumotni avval to'plab olib turib, yokida ana shu har bitta topikdan keyin javoblari chiqadi-yu, ana shunda mobom taban degan narsa bor. Ana shu mobom taban bilan ishlab turib, keyin uni ko'chirib yozib ko'rib, keyin uni eslab qolib yozib ko'rsagina, menimcha sizga qobiliyati asta-sekinlik bilan step by step oshib borishi mumkin bo'ladi deb bilaman. Shunaqa. Hop, keyingi savolimiz yana topikka oid. Topikka qancha kirsa ham balli bitta joyda qotib qolgan o'quvchilarimiz ko'p ko'rishadi, ko'p kuzatiladi. Ularga qanday tavsiya berishingiz mumkin, ya'ni ballni o'stirishda?
Masalan, ma'lum 4 darajaga chiqqandan keyin 5 ga o'ta olmagan yokida 3 ta qolib ketgan. Ha, ha, ha. Endi ular ana shu qolipda qolib ketib qolganda, haligi birinchi o'rinda o'ziga ishonchi o'lib qolgan bo'lishi mumkin. Ha, ola olmas ekanman-da degan narsa bo'lib qolishi mumkin bo'ladi. Hattoki 3-4 marta topshirib ko'rib ham o'sha natija chiqib qo'ygandan keyin, shu keyingisida chiqib qolishi mumkin-da. Keyingisida to'xtab qolmaslik kerak, iloji boricha davom etaverish kerak va hali siz aytgan narsada o'zi. Ya'ni koreys tili bazasi yo'q, lekin davomiy 2 yildan beri to'piq guruhda o'qib keladigan o'quvchilar bo'lishi mumkin. Haligi o'qituvchi ham aytmaydi-da. Aytmaydi chunki pul kelib turibdi unga, oyiga qanchadir vznос kelib turibdi, o'shuning uchun o'qitaveradi. Ana shuni to'g'ri yo'naltirib qo'ysa, bolam kerak shu koreys tili guruhda o'qib turgan, keyin yaxshi bir baza to'plab kelib turib, to'piq guruhimizga qo'shilsang, zo'r natija olasan desa, o'ziga ham plyus, boshqasiga ham plyus bo'lishi mumkin-da. Ya'ni ba'zani yig'ib turib, keyin to'piq guruhga o'tsa, shu 3 darajasini hattoki 5 qilib olishi ham mumkin. Bu jonli misollari ham bor kerak bo'lsa. Tirik misollari ham bor shunaqa. Hattoki 3 daraja chiqmasdan turib, koreys tili bazasini yaxshilab, topshirib 5 daraja olgan o'quvchilarimiz ham bor shunaqa. Rahmat. Xo'p, keyingisi siz ustozligingiz bilan bog'liq. Ustozlikni boshlayotgan davringizda qiyinchiliklarga duch kelganmisiz boshida? Chunki aytdingiz-ku, to'piq natija olgandan keyin dars o'tishga o'tib ketganman deb. Qiyinchilikmi? Qiyinchilik to'g'risi eng katta qiyinchilik birinchi ish topish bo'lgan. Ya'ni turli xil o'quv markazlariga borganmiz, qo'limizda endi to'piq 3 daraja bilan boramiz. Ha, bo'ldi, chaqiramiz deydi. Keyin ancha vaqt o'tadi, bo'ldi, все, nima biz lag'monni olibmiz deymanda. Keyin xullas o'quv markazida ishni boshlaganmiz va men to'g'risi o'ylardim haligi unaqa qiyin emas, eplab ketaman dedim-da, lekin вообще qiynagan. Eng qizig'i koreys tilini noldan o'rgatish qiyin o'quvchilarga, chunki ularga yangi dunyoni kashf qilib berish kerak bo'ladi-da. Hozirgi paytda, misol uchun to'piq guruhlarga dars beradigan bo'lsak, to'piq guruh juda ham yaxshi. Chunki hammasi o'sha maqsadli odamlar yig'ilib bo'lganda, boshidagi misol uchun men juda katta hurmat qilaman. 1A, 1B darajadagi o'qituvchilarni, ya'ni shu guruhlarga dars beradigan o'qituvchilarni, sizlar вообще wow, sizlar вообще tajribalisizlar deyman, chunki o'quvchini ushlab qolib, o'quvchiga noldan o'rgatish вообще qiyin. To'piq guruhdan qiyin deb bilaman. Chunki ularga yangi dunyoni kashf qilish kerak. Harflarni o'rgatib borish kerak-da, вообще qiyin u, shunaqa. Ya'ni noldan o'rgatish qiyin. Qolganini olib ketish oson. U haligi bu boshqa o'quv markazlarida, ya'ni balki misol uchun mana siz ham dars berar ekansiz, sizda ham bo'lishi mumkin shunaqa. Ya'ni to'piq guruhda o'qib turib, yuqori guruhlarda o'qib turib, nechidir daraja olgandan keyin palonchi o'qituvchini o'quvchisi mana natijani oldi degan narsa bo'lib chiqadi-da, lekin u haligi o'qituvchida 1 oy o'qigan bo'lishi mumkin, lekin ungacha 1 yil kerak bo'lsa 2 yil orqadagi frontda ishlaganda qolgan o'qituvchilar 1A, 1B, 2Alarda qora mehnatda bo'lgan o'qituvchilar ham bo'lib qoladi-da. Oxirida 1 oy to'piq guruhda o'qib turib, mana uni natijasi bo'lib qoladi. O'zim ham bu narsani uncha yaxshilamayman. Boshqa o'quvchilarga ham aytaman. O'quvchilar yozishadi. Ustoz, rahmat, mana bu natijaga erishdim desa, zo'r, молодцы, faqat boshqa o'qituvchilaringizni ham tabriklab qo'ying. Bizdan ham ko'ra ko'proq ularning mehnati bor deb aytib o'taman. Shunaqa. Demoqchi bo'lganim, boshlang'ich darajaga dars berish qiyin, juda ham qiyin. Shunaqa o'zimda ham shu narsa bo'lgan, hozirgacha ham bo'lib kelyapti. Siz rahmat. Keyingi savolimizga o'tadigan bo'lsam, o'quvchilaringizga eng ko'p takrorlaydigan maslahatingiz bormi? O'quvchilarga eng ko'p takrorlaydigan maslahatim ko'proq shu haligi narsani aytaman-da, haligi gapirib ko'raveringlar deyman. Gapirishmaydi-da bizda. Bizni til o'rganayotganimizda iloji boricha o'zi til gapirish kerak, lekin o'quvchilar gapirmaydi. Haligi narsa, boya aytgan narsam, ya'ni biz futbol ko'rib turib futbolchi bo'lib qolmaymiz. Serial ko'rib turib o'sha koreys tilini o'rganib qolmaymiz. Gapirishimiz kerak. Albatta qo'llab ko'rishimiz kerak. Amalda qo'llab ko'rsakkina biz bilishimiz mumkin bo'ladi. Ya'ni 1000 marta eshitgandan 1 marta ko'rgan yaxshi deydi-yu, 1000 marta eshitib turgandan ko'ra bitta gapirib qo'ygan yaxshi-da. Ya'ni maqol sal o'zgartiraylik, o'zimizga alternativ qiladigan bo'lsak. Shunaqa, ya'ni xato qilib bo'lsa ham gapiraverish kerak. Xato qilsak, xatoimizni bilib olamiz. To'g'ri bo'lsa, to'g'ri bo'lib topib ketishimiz mumkin bo'ladi. Shunaqa.
Rahmat. Hop. O'qitish uslubingiz shu dars berish boshlaganingizdan beri o'zgarganmi? O'zgargan bo'lsa, nima sababdan o'zgargan? Ho'p. O'qitish uslubim bilmadim. Endi o'ziga baho berish qanchalik yaxshi, yomon. Boshida to'g'risi men hozirgacha ham qoniqmayman darslarimda. Boshida umuman qoniqmasdim. Вообще kam. Juda ham kam. Juda past ball berardim o'zimga. Aynan boshida. O'ziga juda past ball berish ham yomon. Juda katta baho berish ham yomon. Chashingdan juda ko'payib ketib bo'lmaydi. Boshida juda ham zerikarli dars o'tardim deb bilaman. Hozirgi paytda, misol uchun aytaylik, onlaynda ham misol uchun har xil so'z o'yinlari qilsa bo'ladi. Offlaynda ham. Lekin oldin shu narsalarni qilmas edim. So'z yodlab berish bo'lsa, ana shu misol uchun sag'va olma qilib o'tirardim xolos-da. Buni natijasi unchalik bo'lmadi. Keyin qanaqadir o'ylab topish kerak va yoshi katta bo'ladimi, kichkina bo'ladimi, boshqalardan ham o'rganib ko'raverish kerak bo'lsa. Misol uchun bitta Chopin Centerda ishlarkanmiz. Koreys tilidan aytaylik, ikkita o'qituvchi, lekin ingliz tiliga baribir talab kuchli. Ingliz tiliga talab kuchli va ingliz tilida har xil o'yinlar, boshqa narsalar bor. Shundan keyin sekin-sekin koreys tiliga moslashtirib olib kirishga harakat qildim. Misol uchun o'quvchilarimiz orasida shunaqa nima qilamiz, quiz o'yinlari qilamiz har xil. Nuriy quiz degan o'zimiz bir loyihamiz bor. O'quvchilarimiz o'rtasida shunaqa o'yinlar qilamiz. Sovg'alar beraman. Oldin o'quvchiga sovg'a berish degan narsa umuman hayolimda bo'lmasdi. Hozir misol uchun sovg'alar berib, ora-orada xursand qilib turish kerak bo'ladi. O'quvchini tushunish kerak. Kerak bo'lsa mana kichkinagina e'tibor ham o'quvchini bir nima qiladi, juda bir e'tiborini olishi mumkin bo'ladi. Oddiy o'quvchilarda tug'ilgan kunini bilish kerak. Kerak bo'lsa, o'quvchining tug'ilgan kuni qachon? Misol uchun aytaylik, 10 ta o'quvchisi bor. O'quvchilarda tug'ilgan kuni qachonligini bilib turib, hech bo'lmasa tug'ilgan kuningiz bilan deb yozib qo'ysa ham juda bir katta e'tibor, menga o'qituvchim e'tibor beryapti, men o'qishim kerak ekan degan narsa bo'lishi mumkin. Shu narsalarni kundan kunga sekin-sekin bilib boryapsiz. Oldin просто darsimni o'tardim, как robotdaqa boraman, grammatikani tushuntiraman, so'z so'rayman, все bo'ldi deydi. Hozir boramizda har xil o'yinlar bo'ladi, qayerga chiqishimiz mumkin. Shunaqa hozir yana ham aktivlashgan va buni yanada kreativ qilib, yanada qo'shishimiz kerak deb bilaman. Shunaqa. Bir kuzatuvchimizdan savol. O'zbekistonda arzon va koreys o'qituvchilardan ta'lim olish uchun qanday imkoniyatlar bor? Arzon imkoniyatlarni menimcha eshitish boshladi. Misol uchun Seyxundan, Chonbuk markazlar bor-ku, o'shalarni nazarda tutgan ekanlar. Arzon va sifatli. Arzon va sifatli. Xo'p. Siz aytmoqchi ana shu Sejong bor o'zi. Sejong hozirgi kunda O'zbekistonda 8 ta viloyatda bor. Va ana shu Sejonglarda ham o'qisa bo'ladi. Va Sejongda sertifikatlar juda ham katta bir ahamiyatga ega hisoblanadi. Oddiy o'quv markazlarida ham o'qisa, haligi bir ruhlantirish tariqasida sertifikatlar berishi mumkin, lekin Sejongdagi olgan sertifikati elchixonalarga, kerak bo'lsa GKSlarga, boshqa har xil tanlovlarga o'tishi mumkin. Chunki u Koreya tomonidan boshqariladigan va Koreya tomonidan moliyalashtirilgan markaz hisoblanadi. Shuning uchun bitta arzon, kerak bo'lsa sifatlidir. Sababi koreys o'qituvchilari ham dars o'tishadi bu yoqda. Koreyslardan dars olish mumkin bo'ladi. Juda ham arzon narxga. Va misol puli qancha? Deylik, maksimum 1 million bo'lishi mumkin bitta semestr uchun. Sejong Haktanglarda oylik to'lov bo'lmaydi-da, ularda ovoz beryaptimikin? Ularda ya'ni bitta semestr uchun to'lov qilinadi. Boshqa sejonglarda ham shunaqa, adashmasam. Va bu juda ham qulay. Bitta to'lov qilasiz, dash faqat o'qib yurasiz, xolos shunaqa. Onlaynda o'qimoqchi bo'lsa ham turli xil koreys tili o'qituvchilari bor. Shulardan ham o'rgansa bo'ladi. O'zi umuman iqtisodiy jihatdan bo'ladigan bo'lsa, unchalik yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, kerak bo'lsa bepulga ham o'rganish mumkin. Bepulga ham o'rgansa bo'ladi. YouTube'da misol uchun Ibrat farzandlari bor, O'zbekiston yoshlar ishlari agentligi mana tayyor qilib qo'ygan. Shundan o'rgan. Rahmat. Kuzatib borayotgan ishchilarimizdan savollar bormi?
Menda savollar shular. Yana savollaringiz bo'lsa, bemalol postni tagiga ham qoldirsalar bo'ladi yokida qo'llarni ko'tarsalar ochishimiz ham mumkin gapirishlar uchun. Biroz avtobus sabab o'zini ham tanishtirmasdan darsga boshlab ketdik. Biznikilarni tashkilotchilardan ismim Osmon. Menimcha savollari rahmat. Bugun juda ham sizni eshitish, tajribalaringiz bilan tanishish juda ham maroqli bo'ldi. Juda ham qadrli desa ham bo'ladi bu voqean uchun. Kattakon rahmat. Agar savollari eshituvchilarimizda yo'q bo'lsa, biz podkastimizni tugatishimiz ham mumkin. Vaqt ajratib, tushunchali kirib, tayyorlab, bizga o'z bilimlaringizni, tajribalaringizni ulashganingiz uchun juda ham kattakon rahmat. Va shu bilan podkastimizni tugatib qolamiz. Rahmat. Va keyingi sonlarimizni ham kutishingizni tilab qolamiz. Rahmat Va sizlarga. sizni kelgusi ishlaringizda rivoj tilaymiz. O'zimiznikilar tashkilotlardan ham. Rahmat kattakon. Salomat bo'linglar. Sizlarga ham ishlarga boshlab qolamiz. Sog' bo'linglar. Kamchiliklar uchun uzr so'raymiz. Rahmat. Va to'g'ri, texnik nosozliklar uchun uzr so'rab qolamiz. Bu narsa qaytarilmaydigan darajada tayyorlanib, keyingi sonlarimizni davom ettirishga harakat qilamiz. Rahmat. Rahmat.